Hammaga salom, hurmatli do'stlar. Bugun biz Minecraft Bedrock telefon versiyasida ana shu chat uchun har xil kodlarni terishni, komandalar berishni o'rganamiz. Men o'zim YouTube'da bu haqida ma'lumotlarni qidirib ko'rmoqchi edim, lekin unchalik ko'p o'zbek blogerlari qo'ymagan ekan. Shuning uchun men birinchilardan bo'lishga harakat qilyapman. Agarda bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like va kommentariyaga biron narsani yozib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'sh. Bizning birinchi chatimiz opavni to'g'rilash. Ko'p chatlarni yozish uchun birinchi bo'lib mana shu belgini yozib olamiz va W bilan V azr. Va buni ko'rib turibsizlar, clear, rain, thunder shunaqalar turibdi. O'shanga qarab, masalan, rain yomg'ir degani, thunder momqaldiroqli, chaqmoqli degani, clear ni bossangiz ob-havo tozalanadi. Masalan, yomg'ir yoqayotgan bo'lsa, hozir mana yomg'ir yog'yapti. Buni ham chatdan to'g'riladik. Endi esa yana shu komandani yozamiz. Endi esa clear qilamiz. Yomg'ir endi hozir to'xtaydi ozginadan keyin. Mana. Albatta bu chat ham kreativda o'ynayotganda zombilar sizga yomg'ir paytida hujum qiladi. Uyingizga borib olguncha yordam berishi mumkin. Ikkinchi chatimiz mana shu vaqt degan joy turibdi. O'shani, ya'ni tun, kun shularni bu yerdan emas, aksincha chatni o'zidan qilishni o'rganamiz. Buning uchun yana shu belgini yozamiz. Time set none. Qo'yadigan bo'lsak 600 ga o'zgardi. Ya'ni bu tushlik vaqti degani. Endi esa buni kechga o'zgartiramiz. Naq deb yozadigan bo'lsak, tunga o'zgaradi. Endi tun chiqayotgan. Endi esa buni abed vaqtlarga o'zgartiramiz. Day deb yozsak, kunga aylanadi. 25 000 puli. Zombilardan qasos urishning eng yaxshi usullaridan biri. Mana maraz konga tushganda doim halokat beradi bizga. To'g'rimi? O'ylaymanki bu chatam sizga foydali bo'ldi. Endi esa ancha yaxshiroq chatlarga o'tishni boshlaymiz. Hozirgi chatimiz vyjvaniya rejimida o'xshaydimi yo'qmi bilmayman. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz. Shunaqasiga olib o'tirmaysizlar. Chatga kiramiz. Mana shu belgi give kuchukcha S deb yozamiz. Keyin esa sizga kerakli bo'lgan blok yoki qurol aslining nomini yozasiz. Masalan, diamond deb yozasiz. Keyin pastki chiziqcha bilan joy tashlasangiz chat ishlamaydi. Masalan, qilich. Sizga olmos bo'lib звездочка. Endi bizda qilich bor, to'g'rimi? Endi esa hozir buni vyjvaniyada tekshirib ko'ramiz. Ishlaydimi yo'qmi? Yana shu chat. Kuchukcha S diamond pastqiziqcha. Endi shim deylik. Sizga almosli kreativda ham ishlar ekan. Bu chat juda foydali bo'lib chiqdi. Mana ko'rdingiz, vyjvaniyada bo'lsak ham bizga shim berdi.
qilich, mana to'g'ri hammasi. Endi esa eng kerakli chatlardan birini ishlatamiz. Ya'ni bloklarni to'ldirish. Masalan, siz aytaylik Bedrock bilan kreativda uy qurmoqchisiz. Mana Bedrock. Men o'zbek tili mod qo'shganman, shuning uchun Bedrock emas, tosh chiqyapti. Shunaqasiga qo'yib o'tirasiz, to'g'rimi? Har safar. Qasringizning devorlarini qurish uchun. Bu esa eng oson yo'llardan biri. Buning uchun o'yinga kirishdan oldin koordinatalar degan joy bor. İngliz tilida bo'lsam koordinata chiqadi. O'shani yoqib qo'yasiz. Mana menikida hozir yoqiq turibdi. Ko'rib turishingiz mumkin. Joylashuv deb yozib qo'ygan. Endi mana shu yerni joylashuvni yozib olamiz. -23 -60 -22. -23 -60 -22. XD -23. Endi esa shundoq chiqamiz. 1 2 3 3 qator bo'ldi devor. Endi bunaqasiga. Xo'sh, aytaylik. Mana shu yergacha bo'lsin. Balandligi men turgan joygacha bo'ladi. 6 -49 -20. 6 -49 -20. Bunam yozib oldik. 6 -49 Endi esa -20. komandani boshlaymiz. Haligi belgi. Buni bilamanki hamma bilib bo'ldi. Yozamiz, keyin fil buyrug'ini jo'natamiz. Endi esa boya yozib olgan joylashuvlarimizni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Men hozir masalan -23 -60 -22. Endi esa o'zimiz turgan koordinata, boya belgilagan koordinatamizni ben birinchi yozdim. Endi esa o'zimizniki 6 -49 -20. Boya yozib olganimning sababi koordinatalar esimdan chiqib qolsa ko'rib olish uchun edi. Endi joy tashlab blok nomini yozamiz. Masalan, boya aytganimdek Bedrock. Shundoq daleni bosamiz. 1080 tablet Ko'rib turibsizlar. Bu juda foydali chat. Chunki siz mana shuncha blokni deyarli yarim soat juda yarim soat emas, 10 minut hech bo'lmasa qo'yib chiqasiz. Buni qiyshiq qo'yishi bor. Bu chatda esa deyarli 5000 ga yaqin blokni bir vaqtning o'zida qo'ysa bo'ladi. Undan ko'p emas. Mana ko'rib turibsizlar. Bu faqat Bedrockda emas, boshqa bloklarda ham ishlaydi. Hozir aytaylik, mana bu yergacha boyagi joydan mana shu yergacha TNT bilan to'ldirmoqchi bo'lsak, boya yozib olgan koordinatam -49 -20. Endi esa managa boyagi buyruqni yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Fil buyrug'ini yozamiz. Bu yerga endi hozir turgan koordinatalarimiz -14 -49 -2 deb yozamiz va xohlagan blokingizni yozishingiz mumkin. Masalan, temir blok bor yoki TNT. Daleni bosamiz. 399 tablet Faqat balandga qo'yapti, chunki men manidan koordinatini yozishim kerak edi. Bunaqasiga to'lardi. Hozir esa shuncha joy TNTlar bilan to'ldirilgan. Ko'rib turishingiz mumkin. Bundan nafaqat blok qo'yishda, blokni tozalashdan foydalanish mumkin. Hozir ko'rsataman. Mana koordinatalarni yozib olamiz. -49 -20. Endi buyruqni yozamiz.
Mana koordinatalarni yozib oldik. Endi esa air, ya'ni havo deb yozsak, bu yer havo bilan to'ladi, ya'ni tozalanadi. Mana 360 ko'rib tablet turishingiz mumkin. gülderilgun. Hozir chatni qayerdadir koordinata yozishda adashgan bo'lishim mumkin. Bo'lmaga aks holda mana shu yerni hammasi tozalangan bo'lardi. Koordinatalarni to'g'ri yozish bu yerda juda muhim. Mana haqiqiy blok hozir portlaydi. Isbotlab beraman. Yondirgan olamiz. Mana ko'rib turganingizdek portlaydi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu soxta deganlar uchun haqiqatan ham bu chat ishlaydi. O'ylaymanki bu video sizga yoqdi. Chat bilan ishlash juda qiyin emas, lekin oxirgi aytganimda koordinatalarni xato yozadigan bo'lsangiz, unchalik o'xshamaydi sizning buyurgan ishlaringiz. Shuning uchun bu chatda hammasini to'g'ri yozish juda muhim. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, shu videoga like bosinglar va mening kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.